O'rtoqlar ko'rib turganlaridek, xolodilnik kameramizni oldi qismi DJ115 uzoq yillik hamkorimiz UKS kompaniyasining isparitellarini ilganmiz do'stlar. Ro'ppa-rosa 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida xudo xolasa hali biror gram ham ish ko'rsatmadi va yengidek turibdi. 1 yil akamiz bu yerda bosib ishlatdilar, cho'tki ish berdi. Baraka topdilarki, akamiz yana bizga murojaat qilib, yana 3 ta kamera qurib bering dedilar. So'z isboti bilan mana juda ko'pchilikni orasida UKS kompaniyasini isparitellarini, paykasini yomonlab shunaqa qilib gapirishadi, lekin aslida unaqa emas do'stlar. Mana ko'rib turganlaridek ish beryapti, muammosi yo'q, cho'tki, zakonni ish berganda akamiz xuddi shunaqasidan yana 3 ta qurib bering dedilar. Mana 3 ta qurib berdik. Bu yil ham mana yangi olib kelib o'rnatdik. U yoqdagi o'tgan yilgi bilan bu yilgining farqini solishtiring. Hech qanaqa farqi yo'q. Cho'tki, yengidek turibdi. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buyuk Karavan 24/7 xizmatingizda.